Ko'pchilik o'ylaydi ekan, Shovotda kanalizatsiyadan chiqqan suvlarni yana tozalab turib, odamlarni o'zlarini ichine degan gaplar yurtdi, hurmatli obunachilarimiz. Tushunmay iltimos qilaman, ma'lumot tarqatmanglar. Xudo xolosa uzoqi 10-15 kunning ichida sentralniy kanalizatsiyaga ulanadi. Shovot markazining hamma joylari sentralniy kanalizatsiya orqali bir joyga ketadi. Bu haqida avval video chiqqanman. Shundan ham ko'pchilik tushunmadi. Eslatib o'taman, Xitoy davlatidan kelib turib investorlar kanalizatsiya suvlarini tozalash inshootini qurdilar. Buni nima uchun qurganligining sababi ular Xitoy mahallasidan yer sotib oldilar. O'sha sotib olgan yerni o'zlashtirib, ya'ni parnik, boshqa narsalarni tashkil qilish uchun, ya'ni bizlarda o'sha xalqdan chiqadigan kanalizatsiya, ya'ni chiqindi suvlarni tozalab foydalanadilar. Shuning uchun ko'rtirganlaringiz Shovot City'da emas, Shovot City'dan hamma yerlarga pochta kanalizatsiya yetib boradigan hududlari qazilib o'rnatildi. Faqatgina domlara ulansa bo'ldi, deram xudo xolasa. Sizlar aytganimizdek, shu yerda bizani 3 xonali uyimizdan ikkisi qoldi. Xudo xolasa, Xorazm Avtogaz ta'minoti aytib turibdi, 2 joyimiz qoldi, 3 xonaldan deb turibdilar. Shuning uchun xalqqa oid shuni yetkaz. Avvalgi narxidan oxirgi joylarimiz qolgani munosabati bilan arzon narxlarda beraman deb turibdi, hurmatli obunachilar. Shuning uchun agar puli, boshqa ma'lumotlar kerak bo'ladigan bo'lsa, yana shu yerda telefon nomerlari bo'ladi. Joylarimiz 3 xonaldan 2 joyimiz qoldi. Tayyor qurilishi bitkazilgan joyimizda, hurmatli do'stlarimiz. Ko'rdingizlar, bu yerda hamma sharoit, bu yerda bolalar o'yingohlari, orqa tarafda xudosa park quriladi, yonboshda maktab quriladi. Sharoit zo'r. Yana shu videoni birdan like bosinglar, joy sotib olaman deb yurgan yaqinlaringizga yuvar qilinglar.